Assalomu alaykum. 2025 da yana bir trendda bo'lib kelayotgan qizilga qora miramirlarimiz. Juda ham go'zal chiqqan. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu uстановkasi juda ham oson. Bu devor tanlamaydi. Shunaqa shlaka blok, orqasi shlaka blok uni. Bunaqa reykani dubl miqda urib, reyka qimirlamaydi u holati. O'ta mustahkam. Devor tanlamaydi. Xom qo'yish, pishirib ketaveradi bo'yi devorga. Usta nima demadingizki? Nima deyapti devor? O'ta go'zal deyapti. Nima deyapti? Nima deyapti? O'ta go'zal deyapti. Bu qanaqa devorlar qatirsa bo'ladi, qanaqa devorlar qatirsa bo'lmaydi? Bo'y devoriga qatiramiz. Devor bo'lsa bo'ldi. Devor bo'lmasa ham qatirib yuborasiz, profil bo'lmasa ham qatirib yuboramiz. Profillarni qo'yib turib, karkasini to'qib, shaqir. Ustalarimiz. Qas. Ko'rishlaringiz mumkin, shunaqa reyka. Bu tarafda esa oq miramiri bor. Mana bu ham juda ham go'zal chiqqan. Kimda kim qiziqsa murojaat qilinglar. Bu ichkarida sho'roxonamizda ham 100 xil, 150 xildan oshiq fasadniy plitalarimiz bor. Bularning sotuvda qoliplari ham bor. Xuddi shunaqa 3D fasonni ham hozir reklamaga ilinadi bu ham.